Xitoy avtopromini ham eplab bo'lmay qoldi. Borgan sari kundan kunga rivojlanishdan to'xtamayapti. E'tiboringlar markazida Xitoyda ishlab chiqarilgan premium avtomobillardan bittasi Aito M9. 2024-yil ishlab chiqarilgan gibrid motorli sumarniy probegi общий jami hisoblaganda 1400 km bosib o'tadi. Bitta zaryad polniy bak benzin bilan 9 da yuraman desanglar 260 km bemalol yurasizlar. 5 ta o'rindiqli gibrid motorli M9 modeli. Mashina texnik tomonlama ham, navorotlari bo'yicha ham ancha-muncha Yevropa mashinalaridan qolishmaydi. 22 dyumli balonlar bilan jihozlangan. Eshigini ochganingizda parog o'zi chiqib keladi. Pnevmopodveskalar bilan jihozlangan. Saloniga keladigan bo'lsak, bejli rangdagi juda ham chiroyli ishlangan salon. Splashnoy monitor uzun ketgan. Ikkitalik lyuk, oldida lyuk, orqasida panorama tom. Orqa salonni ham ko'rishinglar mumkin. Hamma 4 tala sideniyasi ham isitish, sovutish tizimlari bilan jihozlangan. Atamankalar mavjud. Massaj sideniyalar hammasida bor. 4 tala sideniyada ham elektronniy. Xullas bu mashinada yo'q navorotni o'zi yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 72 ming dollar. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.